Salom. Bugun sizlarga zo'r narsa haqida, ya'ni sertifikatdagi 44-savol haqida ma'lumot beraman. Mana bu 44-savol. Masalan, asosan tuyuq tushyapti. Tuyuqni biz qayerdan bilamiz? Mana bu yerda shakldosh so'zdan bilamiz. Qo'lingdan kelgancha qaraqchi ot, yaxshilik qilib olam, yomonlikni ot. Nasihatim yod qilib ol yolg'izim, yolg'iz usta chang chiqarmas yaxshi ot. Mana bu janr she'rda asosan oxirida turadi. Ya'ni shakldosh so'z bilan tugaydigan bo'lsa, shakldosh bilan tugaydigan bo'lsa, bu janr tuyuq bo'ladi. Bu A savolda. Endi B savolda. B savolda ba'zan so'rayapti, shuni yuzaga keltirayotgan, ya'ni shu janrni yuzaga keltirayotgan so'zni yozing desa, mana bu yerda demak ot degan so'z. Ot so'zi. Ba'zan masalan charxi kajraftor eldan yozamen, chiqmadim hijron qishingdan yozamen degan tuyg'ular bo'ladigan bo'lsa, yozaman degan so'zni yozib chiqishingiz kerak bo'ladi. Yoki mana B, yana bitta B variant sifatida aytyapman. Qofiyaning o'ziga xosligi nimada deyish ham mumkin. Bu yerda qofiyaning o'ziga xosligi, demak qofiya deb qo'yapti. Qofiyaning o'ziga xosligi bu tajnisligida, ya'ni omonim dedik-ku, tajnis. Tajnis degan badiiy san'atligida. Yoki yana B mazmunida savol beryapman. Bu ham ana shu tushgan testlarda bor. Qaysidir qatordagi, masalan, ot so'ziga chizadi-da yoki ma'bul so'ziga chizib, qaysi so'zga bo'lsa ham chizib turib, shuni ma'nosi nima deydi. Ostiga chizilgan so'zda. Masalan, qo'l yolg'iz yursa chang chiqarmas yaxshi ot deydigan bo'lsak, buni ma'nosi, ya'ni so'zning ma'nosi tulpor degan mazmunda kelyapti. Tulpor. Yoki qofiyani tizimini so'rash mumkin. Demak, qofiya tizimi so'rash mumkin. Bu yerda ko'ryapmiz, birinchi, ikkinchi va uchinchi qatorda yo'q, to'rtinchi qatorda qofiya bo'lgani uchun tizim A, B, A tarzida qofiyalanyapti. Demak, agar sizga tuyuq degan janr chiqadigan bo'lsa, shu paytgacha sertifikat testlarida xuddi shunaqa savollar berilgan va hozirgi kunda ommalashayotgan mana bu narsa.